Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Yurtimiz dehqonlari, Xudo xolasa bugungi ish kunimizdan video syomkalarni davom ettiramiz. Xudo xolasa bugungi videoroligimizda Kaliforniya o'g'il-chuvalchanglariga oziqa berish jarayonidamiz. Yangi oziqalar tashlayapmiz. Mana tomonlariga somonlar tashlab qo'yganmiz. Yeb bo'lganlariga birinma-ketin oziqalar berishni davom etyapmiz. Mana zaxira oziqalarimiz sharbachalarda olib borib, mana ag'dar ikki yonidan to'kib ustiga yoyib qo'yilaveradi. Hamda mana shu beraktirimiz bo'ldi. O'sha poxollarini ustiga yana qaytadan yopib qo'yamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ozuqalarini maksimum 15 sent qalinlikda beriladi. Yozgi kuni baribir havo issiq. Shuning uchun qizib ketishi mumkin. Mana bu yerdan somonlarini ochyapmiz. Mana yeb bo'lgan ozuqalar. Mana chuvalchanglar zichligiga bir baho berasizlar. Mana chuvalchanglar. Urug'lari ham juda serob. Mana chuvalchanglar tezroq ko'payish uchun, yaxshi yeyish uchun ozuqalarni tashlagandan keyin har kuni suv berish kerak. Mana 70-80% bioreaktorimiz için nem bo'lishi kerak. Mana hozir qo'lda ushlayapman, nem. Hamda muzday turibdi. Bunga sabab mana shu ustidagi mana poxollari namlik saqlaydi, quyosh nuridan saqlaydi, salqin qiladi. Chuvalchanglar mana betigacha chiqib, erkin harakat qilib ish qilishaveradi mana. Mana shu betlarigacha chiqib yuribdi mana chuvalchanglar. Mana shu 70-80% yeb bo'lgan. Mana chuvalchanglar. Qaytdi o'ylasangiz mana chuvalchang chiqaveradi. Chuvalchang zichligiga mana shu ozuqalarni vaqtida tashlash kerak. Har kuni suv berish kerak. 70-80% nam bo'lishi kerak, chunki Kaliforniya o'g'il-chuvalchanglari tanasi orqali nafas oladi. Tanasiga tashqi muhit issiq, qandaydir bir salbiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Shunda xotirjam ish qilaveradi chuvalchanglar. Mana somonlarini olib, poxollarni olib mana bu yoqqa tashlayapmiz. Mana ko'ngli qalinligi 15 sm qalinlikda yangi ozuqalar beryapmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyat Bog'dod tumanida. Yegumislarimiz ham tayyorlari bor. Xudo xolasa yil 12 oy postoyanli bo'ladi. Kaliforniya o'g'il-chuvalchanglarini butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomerlar qo'yib qo'yamiz. Aloqa chiqinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.